Odam tashlayapsanmi? Pulini olyapsanmi, tekinmi? Nimaga transport prokurori tomoshabin? Nima uchun qonun ustuvorligi ta'minlanmaydi? Nima uchun chora ko'rilmaydi? Transport boshqarma qayerga qaraydi? Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov hududdagi transport tizimi, yo'l infratuzilmasi va chipta narxlarini keskin tanqid qildi. U Surxondaryoni Toshkent bilan bog'lovchi M39 yo'lining ahvoli haqida gapirib, Boysundan o'tgandan so'ng ushbu yo'lda yurib bo'lmasligini ta'kidladi. Boysundan o'tgandan yurib bo'lmaydi. Taksilarimiz dodlayapti. Avtobuschilar dodlayapti. Yuziga qarashga ko'zimiz qolmadi. Hokim temir yo'lda esa ahvol bundan ham yomonligini aytib, vagonlarda sharoit yo'qligini aytdi. Temir yo'lda umuman sharoit yo'q. Vagonga mingan odam Toshkent borguncha kasal bo'lib qoladi. Na sovutish tizimi ishlaydi, na sharoit bor. Na bilet bor, na vokzalda sharoit bor. Saraso'ga qatnaydigan Termizdan prigredniy poyezdlarga odam toshib bo'lmaydi unda. Transport prokurori tomoshabin. O'g'ayni, mansabdor odam obro'yda mehnat bilan oladi. Umuman sharoit yo'q. Qanday odam tashlayapsan unda? Shuningdek, viloyat hokimi avia va temir yo'l chiptalari narxini ham tanqid qildi. Avia biletlarida umuman sharmanda. Narxi ikbaror bo'lib ketgan. Monopoliya degan tashkilot tomoshabin. Qanday borsa kambag'al odam bu bilet narxini qarab bo'lmaydi. Umuman tanish bilishsiz bilet topib bo'lmaydi. Prezidentimiz temir yo'ldan yurib qancha e'tiroz qildi.